Mana biz Siyan universitetidamiz. Xo'sh, yonimda tojikistonlik hamkasbim Shabnamxon, mana bu Qirg'iziston Bishkekdan kelgan hamkasblarimiz. Biz bu yerda o'sha jurnalistika va kommunikatsiya fakulteti ekan. Biz mana hozir ko'ryapmiz, mana bu yerda talabalarni xuddi o'zimizda jurnalistika fakultetidagi studiyaga o'xshagan studiyasi, mana studiyasini ko'ryapmiz. Xo'sh, bu yerda albatta o'zlarini tarixini ko'rsatib turadigan, mana doim ko'rsatayotgan nimalar bor. Mana bu holat biz uchun juda ham katta yangilik emas. Negaki o'zimizni Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti rektorat binosiga kirishda ham xuddi shunday bir ajib manzaralarni ko'rish mumkin. Xo'sh, bu yerda biz hozir endi mana hammamiz hayrat bilan boqyapmiz. Mana bu domlamiz shu fakultet dekani ekan. Mana shu kishi fakultet dekani. Mana biz endi hozir suratga tushmoqchimiz. Suratga tushamiz.